Assalomu alaykum do'stlarim. Bugun mana biz malerkani yakunladik. Endi nasib bo'lsa mana stikloxovusni yopishtirib boshlaymiz hozir. Stikloxovus degan bir Rossiyada bir yangi yormaydigan bir narsa chiqargan ekan. Endi uni bilmayman. Qanaqa effekt beradi, effekt bermaydi. Uni men ko'rmaganman, lekin hozir birinchi marta ko'rib turibman uni. Hozir men stikloxovusni ko'rsatib o'taman. Qanday narsaligini. Bu stikloxovus degan narsa bor ekan, mana. Stikloxovus degan mana shu narsa ekan, mana. Hozir bir teskari toplaylik. Teskarisi ko'rsataman. Mana stikloxovus degan narsa mana shu ekan. Mana stikloxovus o'sha narsa ekan, shu treshina deyapti, treshinaga qarshi deyapti. Endi bilmayman, effekt beradimi yo'qmi? Biz stinani hozir hamma tomon yopib chiqamiz. Va effektni ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Kley kelgan, hozir kley olib kelganmiz, обычный kley. Aboy kley deyishyapti, endi bilmayman, aboy kleyini kleymi boshqa kleymi bilmayman, mana. Kleyimiz. Shu kleydan sitish kerakmish. Ko'raylik qani. Natija qanaqa bo'lar ekan. Bir kleylar ko'ramiz, hozir zakonni qilib, keyin bilamiz natijani. Qani yaxshimikan? Mana stinalarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bizning hozir bitta o'rtada yashigimiz qoldi. O'sha yashikni yakunlasak, to'g'ri bir chekkani yashigimiz bor, ana. O'zi pashta bitib qoldi mana xonalarimiz. Mana bitirib tashladik o'zi. Cho'tka bo'lgan hammasi. Nasib bo'lsa yaxshi chiqadi, nasib bo'lsa remontimiz hali qo'llaysizlar, qo'ltiqlaysiz, uzoqlashmanglar. Bosamiz klassni. Klassni bosamiz, klassni do'stlarim.